Selam do'stlar, bugun sizlar bilan mazkur telefon do'stlar. Bugun men vashcha charchadim. Ishdan qaytyapman mana. Jinnisga mashinada. Do'stlar, hozir borib turib endi garajimga borib olay. G'alati yuribdi, baqa burilsam, rul baqa. Vashcha g'alati. Buni haydalmayapman. Voy, atroflar xira ko'rinib ketyapti. Charchadim. Bo'pti do'stlar, mana mashinalarim. Mana birinchi Merc, Nexia 2, BMW, Gelik. Va mana qanaqa mashinaligini bilmadim. Va Mercedes, Malibu, Tracker, Kia'ligini isbotlayman. Mana Kia. Va mana mashina nimaligini bilmadim. Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Jiguli. Va mana Captiva ham qanaqa mashina? Tushunmayman. Xullas shunaqa mashinalarim bor. Nimaga aynan Tiko deyapman aytaymi? Chunki bitta Tikoni qizdira keldim. Sekin astalik bilan qo'yib qo'yamiz. Hop. Endi esa keyingi mashinaga o'tamiz. Mana qaranglar, bu qanaqa mashina? BMW. Hop, BMW. Mana saloni ham yaxshi. Hozir Gelikka o'taman. Bu mashinani ko'rmadilaring. Sizlar. Bu Malibuni saloni g'alatiroq. Lekin yaxshi. Va bu mashina Jiguli. Va buni qo'yaylik, keyin yana qolmasin. Jiguli g'alati mashina. Wow, Mercedes. Hozir saloni mana saloni wow, zo'ra. Qayerdan? Sal-pal bo'lsa ham yaxshi. Va bu yerdan chiqib olaylik, keyin sizlar buni ko'rmadilar. Va mana Nexia salonini endi ikkalasini salonni kommentariyada yozib qoldirsalar, keyin ko'rsataman. Qaranglar Nexia'ni. Voy, legendarligini. Shunaqa yomon zo'r tuning qilingan. Va keyingi Geli, mana Gelining salonini qaranglar. Krutoy. Hozir biz qaysi mashinada aylanib kelaylik, To'mirbek? Qaysi mashinada aylanib kelaylik? Gelimi? Hop, hech qaysi birida. Qanaqa mashina? Wow. Hech qaysi birida. Bu hozir Gelikmi? Geli. Tikoyim o'zimi. Bo'limi mashinaga? Bu qanaqa mashina deb o'ylaysizlar? Mercedes. Latta mahzu vashshi dahshat. Bo'lma shu Mercedes aylanib kelamiz, bali. Ketdi. Va nima yurmayapti? Va bo'ldi. Ovozini sizlar eshitdinglar, Mercini. Lekin atroflar xira ko'rinyapti. Charchaganman. Bitta ham militsiya, har bir joyda militsiya bo'pti, gazini bosamiz. Keyingi safar qaysi mashinada aylanib kelib, kommentariyaga yozinglar. Keyin ikkinchi qismini chiqarib sizlarga chiqarib beraman videoni. Voy, dot. Hozir efirda endi bazaga ukam haydab boramiz. Hop, To'mirbek, men bazaga borib qo'y, mashinani senga topshirdi. Hop, bolalar. Hozir endi ukam haydayapti. Do'stlarga salomlash video. Sizlar Musaviy kanaliga obuna bo'linglar. Sizlar. Men yana To'mirbek. O'tgan safar akam Aydor meni o'ldirib qo'yishganlar. O'tgan videoda eslasalar, balki. To'g'riga. Bilaman. Prosta qizildan o'tib ketmash kerak. Bo'lmasa
Mashina ayirma maydoniga olib ketishadi. Haligi keyin borishing bilan menga bersang, men probka qilib to'xtataman, keyin sen hop. Mashinalarimiz qani? Gapni bilmaysanmi? Mashina urib qo'yadi. Mashinalar. Qani mashinalar yo'q-ku bu yerda. Ko'zim buncha xira mashinalarni kamerada ko'rsatib qo'yib. Hop, probka qilib. qo'yamiz. Hop endi. Endi tiniqlashdi, mana ikki. Endi bag'i kameradan chiqdi. Vahat urib qo'ymagan bo'lsam bo'ldi. Hop. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Turarsan. Do'stlar, like bilan podpiska bosinglar. Hop, kommentariyaga yozsanglar qaysi mashinada haydab keling. Shuncha hali mashinalarimiz bor. Hattoki mana trekker. Salonni ko'rsatmayapman trekkerni. Mana billa. Bu mana mashina. Mana salonni oskurt. Xayr balla, like bilan podpiska bosinglar. Kiyani ham ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana. Wow! Dahshatligini. Xayr balla, sizlar bilan men Iskandar bo'ldim. Do'stlar, xayr. Hattoki ukam.